Assalomu alaykum. Lasettilarning zamin pechka radiatorida nima kerak bo'ladi? Asosan bunda 10 golobki, 13 golobki, 12 golobki, minus figurni, ondan keyin gaishni 12 13 и 10 gaishni kerak bo'ladi. Shu kurishlar bilan polni ochib bassa bo'ladi. 13 golobki asosan shu ikki tarafidan shu. Bu tarafından 13 golobki var. 13 volt var. Şunu yazdırışda gerek bo'ladi. Ondan keyin shu yerda 10 golobki bo'ladigan yer bor. İki tarafından bunu yazdırışda gerek bo'ladi. Bu şekilde alınadi. Bu hiç qiyin emas. Ondan keyin buni alışda arka tarafında bunda 3 volt, bunda 3 volt var. Şu yazdırılsa, endi uni ham ko'rsatib o'tayım. Şurada 3 volt var. И o pechki endi açık qo'yman hozir. Şurada 3 volt var endi shu. Pechki trubkaga kiradigan yerinde 3 volt var. Şu 3 volt yozilgan bilan polni chiqadi. Şu şekilde açıp basıladi. Hiç qiyin yeri yok.